Har qanday muammoga yechim avval uni tan olishdan boshlanadi. 2022-yil Angliya, magistratura, Covid, karantin, dissertatsiya, stress, ish yo'q, viza tugayapti va eng asosiysi yolg'izlik. Kunim faqat dissertatsiya yozish, ovqat yeyish va uxlash bilan o'tardi. Hayot o'z rangini yo'qotgan. Shunday 1,5 yil o'tdi. Bor stressimni esa ovqatdan olardim. 1,5 yil ichida qanday qilib 20 kilo yiqqanimni bilmay qoldim. O'zimga yoqmayman va mana shunday avtopilot tunlardan birida o'zimni bir xayolda tutib oldim. Men o'zi nima qilyapman? Axir menga zarar-ku. Men emotsiyamni yeyapman. Men boshqa bunday yashay olmayman. Men o'zgarishim kerak. Mana shu moment men o'zimni tutib oldim. Muammoni tushundim va tan oldim. Inson o'z ko'ziga tik boqib, muammoni tan olishi o'zi bir katta mardlik va men shu mardlikni qildim. Bu esa muammoning yechimining yarim yo'li edi. Endi esa savol, bu muammoni qanday yechaman?